Barchaga salom. Bugungi video darsda biz sizlar bilan elektr o'q haqida gaplashamiz. Bu EKGda juda ham kerak bo'ladi bizga. Elektr o'qi bizga juda ham ko'p patologiyalarni bilib beradi bizga. Eng kamida masalan chap qorincha gipertrofiyasini, o'ng qorincha gipertrofiyasini va hokazo shu qator juda ko'p narsalar bizga elektr o'qi bilib beradi. Shuning uchun elektr o'qi juda muhim hisoblanadi. Elektr o'qi nima degani o'zi? Elektr o'qi yurakda bilamiz fiziologik jarayonlar bo'ladi. Misol uchun elektr impulslarning tarqalishi. Elektr o'qini qaysi tomonga burilganligi aynan o'sha tomonda demak elektr impulslar o'sha tomonga qarab birinchi va katta to'lqinlar yo'nalyapti degani, ya'ni u yerda massa yuqori yoki o'sha yerda qandaydir patologiya bor va hokazo. Misol uchun normada elektr o'qimiz o'zi yurish harakati mana shu holatda bo'ladi, o'zi normada. Mana bunday tuzarkanman. Mana shu holatda yuradi elektr o'qi normada, ya'ni shu tomonga qarab turib to'liq tarqala oladi birinchi. Chunki eng katta muskullar mana shu qismda joylashgan bo'lganligi uchun shu tomonda birinchi va kuchli to'lqin bilan elektr impulslar qo'zg'atish kerak bo'ladi o'zi normada. Shuning uchun biz yurakni o'zi strukturasini joylashini biz fazoviy graduslarga bo'lib olgan bo'lamiz. Ya'ni mana bu 0-gradusdan 180-gradusgacha musbat va manfiy qismlar, misol uchun -30, -60, -90, -120, -150 qilib, plyus tomonga qarab 0 dan keyin +30, +60, +90, +120, +150, +180 qilib turib ikkita asosiy musbat va manfiy graduslarga bo'lib olamiz fazoviy strukturasini. Endi misol uchun yurakni bo'lishi mumkin chapga o'ngga siljish elektr o'qini. Masalan, qayerdan bilaman? Aytaylik, elektr o'qi chapga siljishi mumkin qachon? Bemor gipertrofiyasi bo'lsa, misol uchun chap qorinchaning gipertrofiyasi bor. Masalan deylik, mana bu yerda qalinlashib ketgan muskul bor. Endi eng qalin muskul mana bu yerda edi, endi o'zgardi. U qalin muskul chaproqqa o'tdi va elektr impulslar ham to'g'ridan-to'g'ri chap tomonga qarab siljiydi. Chap tomonga qarab siljiydi yoki bemor semiz bo'lsa, yurak nisbatan mana bu yerga joylashgan bo'ladi, chunki oshqozon massasining kattaligi diafragmani tepaga ko'taradi. Bu esa yurakka bo'layotgan bor joyini siqib qo'yadi. Shuning uchun chaproqqa joylashadi. Yoki bemor ozg'in bo'lsa, yurak nisbatan mana bundayroq joylashadi, tikkaroq joylashadi deylik va shunda elektr o'qi mana bunday holatda yurishi ham mumkin. Elektr o'qi mana bunday holatda yurishi ham mumkin. Ya'ni bemor yurakni pozitsiyasi ko'rsatib beradi bizga, qanchalik joylashganligini, chaproqda joylashgan, o'ngroqda joylashgan, shuni bizga elektr o'qi asosiy bilib beradi. Shuning uchun biz gradusli bo'lib olganimizdan keyin bizga tarmoqlar kerak bo'ladi elektr o'qini bilishimiz uchun, ya'ni o'ngga siljigan, chapga siljiganligini bilishimiz uchun biz aytaylik, bizga 5 ta tarmoq kerak bo'ladi. Misol uchun 3 ta standart tarmoqlar, 1, 2, 3-chi standart tarmoqlar, undan tashqari AVL, AVR, AVFOT 6 ta ekan. Tarmoqlar joylashgan kerak bo'ladi bizga va ularni graduslar ustiga joylashtirib olamiz. Misol uchun birinchi tarmoq 0-gradusda joylashadi, AVL -30-gradusda joylashadi, AV ikkinchi tarmoq +60 da, uchinchi tarmoq +90 da, +120 da uchinchi tarmoq, AVFOT bo'lsa +90 gradusda joylashgan bo'ladi. Undan tashqari AVR -150 da joylashgan bo'ladi. Mana bunga ahamiyat bermaymiz. Ana shu tarmoqlardagi baland tishchalarga qarab turib biz elektr o'qini bilib olamiz. Misol uchun qaysi tarmoqda eng baland lar bo'lsa, demak elektr o'q shu tomonga qarab siljidi degani. Masalan, tasavvur qilaylik, eng baland lar AVL tarmoqda bo'lsa, albatta bu elektr o'qini chapga siljidi degani. Yoki eng baland lar 3-tarmoqda bo'lsa, demak elektr o'q shu tomonga qarab siljidi degani. Ya'ni bu o'ng tomonga qarab siljidi degan ma'noni anglatib beraveradi bizga. Shuning uchun mana shu suratni hech qachon esdan chiqarmasangiz juda ham oson bo'ladi sizlarga. Misol EKGda ko'ramiz. Misol uchun mana bu EKG. Bu EKGmizda bizda baholashimiz uchun bizga mana shu 6 ta tarmoq yetadi. O'ngga chapgaligini aytyapman. Eng baland qayerda bo'lsa, elektr o'q o'sha qarab siljigan bo'ladi. O'zi normada eng baland 2 da bo'lishi kerak, chunki ikkinchi standart tarmoq normada bo'ladi. Mana ikkinchi standart tarmoqdagi ni demak sanab chiqaman. Kataklar soni, ya'ni mana bu tishcha tishcha hisoblanadi va buni balandligini sanab chiqishim kerak bo'ladi. Balandlikni sanasam, aytaylik, borani 5 ta katakka to'g'ri kelyapti. Ya'ni bitta mana bu katta katagim balandligi 5 mm bo'ladi. Aytaylik 5 mm. Uchinchi tarmoqda bitta katta katagga yetmayapti. Demak bu taxminan 3 mm. 3 ta katakka demak mos kelyapti. 3 mm. Endi mana bu birinchi tarmoqda bu yerda 4 ta, bu yerda 3 ta, 7 ta, 7 mm dek tishchalar bor. Endi tishchalar 3 ga bo'lib oldik. Demak 7 mm bor ekan, 5 mm bor ekan, 3 mm bor ekan tishchalar. Endi bizga kerak bo'ladi
Shularni mana bu surat yordamida solishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tib ketdim, eng baland R ikkinchi standart tarmoqda bo'lishi kerak edi. Hozir menda eng baland R standart tarmoqlar orasida, demak, birinchi tarmoqda 7 mm, ikkinchi tarmoqda 5 mm, uchinchi tarmoqda esa 3 mm bo'ldi. Hozircha standart tarmoqlarda kuzatuv natijasida ko'ryapmanki, men eng baland R 1 da ekan. Bu chaproqqa siljgan bo'lishi mumkin elektrog'ini. Tasdiqlashim uchun menga kerak bo'ladi, kuchaytirilgan tarmoqlar kerak bo'ladi, ya'ni AVL va AVFUT kerak bo'ladi. Shular menga tasdiqlab beradi aniq elektron qaysi tomonga siljiganligini. Endi men AVL bilan AVFUTni ko'raman. AVL da taxminan bu yerda 3 ta katak, 5 ta katak, 6 ta katak, 9 mm AVL dagi R tishcha. AVFUT dagi tishcha bo'lsa, demak, taxminan 2 mm atrofida bo'lyapti, menimcha. 2-3 mm atrofida bo'lyapti. Endi mana ko'ramiz, AVFUT davaychi 3 mm bo'ldi deb olaylik va AVL tarmog'imda 9 dedimmi? Da 9 mm bo'lyapti deb qabul qiladigan bo'lsak, eng baland R'larni demak joylashtirib chiqamiz. Eng baland R'lar AVL bilan birinchi tarmoqda bo'lyapti. Bu esa elektron albatta chapga siljitib ekanligini izohlab beradi 100%. Demak, eng baland R'lar mana shu tomonda bo'lyapti. Bu elektron chapga siljidi degani. Demak, bemor yo juda ham semiz yoki bemor chap qorinchalarning gipertrofiyasi mavjud. Bularni aniq tashxis qo'yish uchun albatta 2 dan boshqa qo'shimcha tekshiruvlar ham kerak bo'ladi. Shunaqa. Endi eng baland R mana shu tomonda bo'lganligi uchun, ya'ni 1 va AVL bo'lganligi uchun 3 bilan AVFda eng chuqur S'lar bo'ladi. S va R tishchalar doim bir-biriga qarama-qarshi bo'ladi. Ya'ni 1 bilan AVL demak R baland bo'lsa, 3 bilan AVFda S chuqur bo'lishi kerak. R bo'lmagandan keyin ko'rishimiz mumkin mana. Standart tarmoqlar kesimida ko'rsak, S tishcha deyarli yo'q. Mana R bor, deyarli S tishcha yo'q deyarli. Lekin 3-tarmoqni qarang, mana bu S tishcha chuqur, juda ham chuqur S tishcha paydo bo'lyapti. Lekin birda R baland edi. Bir-biriga doim qarama-qarshi. O'rtada neytral tarmoq, bu ikkinchi tarmoq bo'ladi, masalan. Demak, ozroq tushunchaga ega bo'lgan bo'lsangiz, keyingi EKGni ko'ramiz. Misol uchun mana bu EKG. Bu EKGda ham demak dastlab 3 ta tarmoq solishtirib olishim kerak bo'ladi. Demak, birinchi yaxshi normada eng baland bo'lishi mumkin bo'lgan tarmoq bu ikkinchi tarmoqdagi R tishcha, o'rtacha 3 mm ga yaqin R tishcha bor. 3 ta kichik katak bor. Balandligini sanayapman. Keyin bo'lsa, demak 1 2 3 ta millimetr chiqyapti. Bu birinchi tarmoq. Bu ham 3 mm chiqyapti. Endi mana bu 3 balandroq ko'rinyapti. 5 ta bu yerda bor. Chunki mana 1 2 3 4 5 ta, 6 7 8 ta. Bu yerda bitta bor. Taxminan 9 ta. 9 mm bo'lyapti. Demak, standart tarmoqlar kesimida 3 ta eng baland. 3 ta eng baland R bo'lyapti. Endi AVL bilan AVFUT solishtirib qo'yishim kerak. AVL dagi R tishchalar 3 mm, 3 ta kichik katak. AVFUT dagilar esa 1 2 3 4 5 6 mm bo'lyapti ekan. Demak, menda o'sha rasmga, tepadagi rasmga qo'yib ko'raman hammasini yana qaytadan. Qayerdaligini aniqroq tushunchaga ega bo'lish uchun. Demak, mana bu 3-tarmoqda 6 mm bo'ldimi, adashmayotgan bo'lsam? Yo'q, 9 ekan. 9 ekan. O'chiraman-da. 3-tarmoqda 9 mm R tishcha paydo bo'lgan, AVFUTda 6 mm R tishcha paydo bo'lgan, bu yerda 3 mm R tishcha, bu yerda esa 3 mm R tishcha. Bu yerda ham 3 mm li R tishcha paydo bo'lgan. Misol uchun, demak, eng baland R'lar 3 bilan AVFUTda bo'lyapti ekan. 3 bilan AVFUTda bo'lyapti. Bu degani elektrog'ini o'ngga siljidi degani, right axis deviation. Bemor juda ozg'indir, yoshdir yoki o'ng qorinchalarning gipertrofiyasi bordir. Katta ehtimol bilan xuddi shu holat bo'ladi. Kelishdikmi? Va demak, eng baland R'lar bu yerda bo'lgandan so'ng eng chuqur S'lar mana bu yerda bo'ladi. Tekshirib qo'yamiz shuni, o'zimiz uchun albatta qiziq bo'ladi. S tishcha haqiqatan ham AVLdagi S tishchani sanab chiqadigan bo'lsak, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 8 9 ta. 9 mm li S tishcha bor bu yerda. Birinchi tarmoqda esa 1 2 5 7 8 9 mm bu yerda ham chuqur S tishcha bor. Demak, haqiqatda ham tasdiqlanyapti, xuddi shunaqa holat degan. Demak, bu elektron o'ngga siljishi bo'lish uchun 3 bilan AVFda R baland bo'lsa bo'ldi, eng baland R. Bu chapga siljish edi. Chapga siljish uchun AVL va 1 da eng baland R bo'lsa bo'ldi. Chapga siljaveradi. Bo'ldi. Mana bu EKGni ham bitta qiziqish uchun albatta ko'rib qo'yishimiz mumkin. Mana 3 standart tarmoqlar solishtirib ko'ramiz, qarang.
1, 2, 3, 4. Bu yerda 5 ta bor, 9 ta. Bu yerda 5 ta bor, 14 ta. Bu yerda 4 ta ekan, даже 5 ta ekan. 18, давайте 18 millimetrli ertishcha bor birinchi tarmoqda. AVLda 5 ta, 10 ta, 15 ta, 17 ta. 17 millimetr AVLda. 3 bilan 3 ta deyarli yo'q, ham deyarli yo'q. Bu yerda o'zi patologik o'tishchalar bor ekan. Demak, eng baland R'lar mana shu yerda ko'rinib turibdi. AVL bilan birda ekan. Bu elektr o'qining nima deymiz? Chapga siljishidir deb tahlil qilamiz. Okey. Okey. Shunaqa gaplar. Bu elektr o'qining demak tarqalishi. Endi bizda extreme axis deviation degan narsa bor. Ya'ni bu juda ham keskin o'ngga siljishi deyiladi. Bu o'sha eng baland R'lar A va R tarmoqqa to'g'ri kelib qoladi. Ikkiga elektrod to'g'ri ulangan bo'ladi, lekin mana shu tomonga qarab turib elektr o'qi yuryapti degani. Bu esa A va R tarmoqda musbat ertishchani ta'minlaydi, baland bo'lganligini. Qolgan tarmoqlar, misol uchun bunga qarama-qarshi tarmoqlar, misol uchun birinchi tarmoqda demak S chuqur bo'ladi, R yo'q bo'ladi, misol uchun. R yo'q bo'ladi. Misol uchun buni EKG'si ham bor. Pastroqda ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun mana bu EKG bo'yicha qarang. Birinchi tarmoqda mana R yo'q. 3 ta ham R yo'q. AVL da ham R yo'q. S chuqur degani. Demak, elektr o'qi o'ngga siljsa ham deyarli shunaqa bo'ladi. Haqiqatan ham mana bunda 3 ta baland R'lar bor. Demak, elektr o'qi o'ngga siljigan bo'lishi mumkin, lekin AVF da yo'q. Muhim jihat nimada desak, muhim jihati AVR da balandligida. AVR da 1, 2, 3, 5, 8 millimetrli ertishchani AVR da paydo bo'lganligini o'zi yuqorini qaranglar. Hech qaysi EKG'mizda AVR da deyarli biz unaqa ertishchani ko'rmay turdik. Ya'ni chuqur baland ertishchalar ko'rmay turdik. Demak, ertishcha tomonga burilayotgan ko'rmayotgandik. Mana shunaqasi ham uchrab turadi. Demak, bu juda ham kam uchraydi. Extreme axis deviation juda ham kam uchraydi. Eng ko'p uchrayotganimiz elektr o'qini chapga va o'ngga siljish bo'ladi. Ular haqida tushuncha berdim. Qolgan darslar davomida yana ham mustahkamlab boramiz. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Salomat bo'linglar do'stlar.